Ne ertalab bo'pti-ku, turay, maktabga kech qolaman. Yo'q, maktab boray. Ha, mayli, daftar ruchkamni olay. Ha, olay. Mana olam. Boshda qo'yib turay, deb bitta qo'limni yuvib kelay, keyin olaman. Ketdik. Davay, bet qo'lim, yuz qo'limni yuvib kelaman men mana shu yerdan. Boshda chichu, siyvorsammikin. Mana to'likka. Ana siyvordik, Короче, ana yuvdik. Mana bitta to'lik nima qilyapti? Ha, mayli. Endi men tezroq bitta non yesam to'yaman. Mana yangi shaharga ko'chdim. Mana bitta non, mana bitta o'zim zakaz qilganman mebellarni. Mana u qanaqa xona bilmadim, lekin yangi ko'chib kelganman-da shungacha. Mana u oshxona. Ozgina non yeb olay. Massa. Endi maktabga mana ovqatlarim, mana bitta oyim tashib ketgan, oyim ishda. Hop, endi maktabga borish kerak, narsalarni olib, mana daftar. Bitta daftarni olaman, ustozga bahona qilaman. Ruchkam, keyin pul bitta 4 ta olaman. Yo'q, 5 ta olay, 5 ta. Agar remont pulini so'rab qolsa, mana oldik. Endi ketdik maktabga. Let's go. Hop. Ketdik. Davay. Bitta bastinam bor. Mana bitta ana yerda militsiyalar turibdi. Militsiya, politsiya akalarimiz turibdi. Hozir salom beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi. Mana bitta mashina turibdi, o'g'irlab ketgan politsiyachi bor-da. Hammaylar o'g'irlash gunoh. Ketdik. Qalaysan, yaxshimisan? Qalaysan? Qalaysan deb turibdi. Hammaylar gapirmasin. Ana bitta bir hammaylar maktabga boraylik. Maktabga tezroq, maktab. Bizning maktabda soat qurdirdik, lekin u soat fake-da prosta. Ana, fake soat. Lekin prosta chiroy berib turadi bu chiroy. Ketdik, sinfxonamga ketdik. Nega? Men yo'ldan chiqqanda menga duch kelgan odamga qalaysan, Anvar? Ha, rahmat, yaxshi, o'zingchi? Men ham yaxshiman, Anvar, ko'rinmay ketding. Ha, o'ziga yarasha sabablari bor. Ha, men ham ozgina tushunaman. Короче, xayr, bo'pti, gaplashamiz. Men maktabdan sinfga boray deb turibman. Yangi maktabga ko'chganimga bir 3-4 kun, 5 kun, 6 kun bo'ldi. Taq, ustoz, kirsam bo'ladimi? Taq, ustoz. Kiraver, senga ruxsat-ku, ha? Ustoz, kechiring, uxlab qolibman. Nima kech qolding? Uxlab qoldingmi? Abedgacha uxlayverasanmi sen? Yo'q, ustoz, achqilib o'tiraveringmi? Ha, o'tiraver, mayli. Bu safar kechirdim. Keyingi safar kech qolsang, lekin ayamayman. Ha, mayli. Matematikadan ochinglar 100 qo'shib 100 -200. Javobini yozib kelinglar. Hamma daftarni ochib o'tiribman, mening daftarim ochib yozaydi. 100 qo'shib 100 -200. Shuni bilmaysizlarmi? 0-ku. Eng oson misol tushibdi. Deb nimaga kerak shu matem? 100 qo'shib 100 -200 0 bo'ladi, to'g'rimi? Ha. Ustoz, men bo'ldim. Baho qo'yib bering. Mana bo'ldim men. Mana, lekin tekshirtiraymikan yo'q. Xullas, men yozib bo'ldim, men tekshirtiraman. Oldga qani? Xato yozmadingmi? Mana. Молодец, o'tir 5.
Shunday yaxshi o'qiganda kech qolib kelavermasdan. Ha, mayli. Hop, endi daftarimni qo'yib ozgina o'tiray. Hop, nima aytasiz? Tanaffus. Ha, bildim. Simonoq chalindi-ku. Hop, uyga borish kerak, uyga. Uyga deyapman, tanaffusku bu. Короче, mana bitta qanaqa pashyo'li men ketyapman. Mana bitta qanaqa xona bilmadim. Bolalar turibdi ana bitta kutubxona bu. Ha, kutubxona ekan. Hop, sinfga borayda Simonoq. Короче, kech Zavodok tamom bo'lganiga 5 minut bo'ldi. Qayerda yuribsan? ustoz ozgina. Короче, o'tiraveray endi. Hop, mayli. Keyingi soat tarix hozir. Amirda bir qachon tug'ilganini yozib kelinglar. Menda daftar yo'q. O'tiraman do'stlar. O'tiraman. Menda daftar yo'q. Hop. Ustoz. Ana Jahongir degan bola yozmay o'tiribdi. Seni basharangga oyog'im. Ha, burchakka tur Jahongir. Hey, eshityapsanmi meni? Hop, ustoz, basharangni buzaman seni. Ustoz, kechiring, daftarim uyda qolib ketgandi. Sen basharangni buzaman seni, qarab tur. Burchakka tur dedim. Uzr, kechirasiz. Endi shuning uchun ham burchakka tur. Hop, mayli, kechiring. Bir safar endi, ustoz. Yo'q, burchakka tur. Aytganimda xolos, aytganimda qilmasang direktor chaqiraman. Hop, mayli, basharangni buzaman seni. Qarab tur. Turamiz. Basharangni buzaman seni, qarab tur. Nimaga burchakka turibsan, Jahongir? Sekin chiq. Ustoz ko'p qiladi. Hop, keyingi tanaffusda basharasini buzaman ana uni. Tanaffus bo'ldimi? Yo'q. Endi tanaffus bo'lgancha kutib o'tiramiz. Basharangni buzaman, qarab tur. Asabimga tegibsan desa. Tanaffus bo'ldimi? Bolalar aytyapti, ustoz tanaffus bo'ldimi deyapti. Basharangni buzaman. Menga unaqa so'ylama. Basharangni buzaman. Ustoz chiqib ketsin. Burchakka turaveray. Aytgancha robot pulini kim olib keldi? Qo'ydim mana o'tga. Xo'p, mayli. Sendan tashqari hamma bergandi o'zi. 100% hamma berdimi? Ha, berding. Ana berdik deyapti-ku. Tanaffus. O'tiraveraman. Ustoz aytdi. Qanaqa tanaffus? Migamda tanaffus bosib ketganda. Hop, mana ustoz chiqib ketdi. Endi ana uning basharasini. Hoy, nimaga menga anaqa qilasan? Meni aytib berasan. Ur, bos, ur. Ho, Pashsho'le senga? nima deyapsan? Basharing nima? Uxlaydi do'stim, mana yerda yotdi. Yo, endi turasanmi? Mazan qochib qoldimi? Turasanmi? Ana turding-ku. Ketish bo'ldimi? Ha, ketish bo'pti. Men ketaman, uyimga ketaman. Ketdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlarda orqa eshik bor, chiqadigan. Ana shundan yoy bola chiqsa basharasi mayli. O'zi yaqin turdi-ku. Shifokorda yotqizib qo'yaman men uni ursam. Shuning uchun urmay qo'yaveray deb turganda urmay. Mana o'tdan ketaman. Qalaysan? Dadangman.